Toshkent Motors avtosalonidan Jak 200 avtomobilimizni o'z egasiga topshiramiz. Sirdaryodan Elnur opamiz kelgan. Onajon, avvalambor tabriklaymiz. Rahmat Yaxshi kunlik ishlatinglar. Telardan Rahmat, shug'ullanib yursin. aytgansiz Bundan ham zo'rlab nasib qilsin. Xudo xohlasa. Shu an kalitiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Tabriklaymiz. Sizlarga ham rahmat kattakon. Juda ham xursand bo'ldik. Bizlarga juda ham yoqdi bu mashina. Qayerdan ko'rdingiz Elnur bu mashinani? Bu mashinani biz O'rikzorga bozorga borganimizda ko'ruvdik. Keyin yoqib qoldi bizga ham. Keyin o'sha shofyor bola tavsiya qildi. Yaxshi dedi bu haydashga, motorlari ham hamma narsa moshni dedi. O'shandan bizga yoqib qoldi. O'tirib, o'shanda ham kirib, bunday ko'rdik, ichini ko'rdik. Komforti yaxshiroq ekan. Bundan oldin boshqa mashinalarni ham ko'rdinglarmi? Boshqa mashinalarni ham ko'rdik bundan oldin. U mashinalarda, как говорится, mana orqadagi nimasi bunday tekis bo'lib qolar ekan, bunday yotadigan joylari yo'q ekan. Tekis bunday o'tirib haydashingiz kerak ekan. Ana Laboga o'xshagan variantlari bor. Unga ozgina odam o'tirsa, normal haydar ekan. To'g'ri. Bizga mana bu qulay tushdi, Jak yoqdi. O'shanga shuni olishga harakat qildik. Xizmatli bo'lsa, ular chiqarasizlar. Rahmat kattakon. Sizlarga ham kattakon rahmat. Juda ham yaxshi xizmat qildilaring, juda ham yaxshi yordam berdilaringiz. Rahmat. Ilohim hamisha mana shunaqa omadli, anaqa bo'lib yuringlar sizlar ham, как говорится, barakatli bo'lib yuringlar. Sog'lik, salomatlik tilab qolaman sizlarga ham. Ko'rib turibsiz, hurmatli xaridorlarimiz, bular o'zimizni O'rikzor bozorida o'zim topshirgan mashinani ko'rishga, shu bo'yicha kelishdi. Xudo xolasa sizlarga ham yaxshi kunlik nasib qilsin. Bularga ham eng tez shaklda qilib berishga harakat qildik. Va kirib kelgan ro'za Ramazon bayramingiz muborak bo'lsin. Xudo xolasa hammaga yaxshi kunlik nasib qilsin. Toshkent Motors sifat qiymatdan ustun. Sog' bo'linglar. Rahmat.